Yurtimizda xavfsiz va sog'lom yurt oyligi doirasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli chora-tadbirlar aholi tinchligi va osoyishtaligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu jarayonda asosiy e'tibor jinoyatchilikka qarshi kurashish, uning oldini olish va har qanday huquqbuzarlikka nisbatan qat'iy chora ko'rish orqali jinoyat uchun jazo muqarrarligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan olib borilayotgan tezkor profilaktik tadbirlar o'z samarasini bermoqda. Forish tumanida aniqlangan holat ham buning yaqqol isbotidir. Jizzax viloyat Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati jinoyat qidiruv boshqarmasi hamda Forish tumani Ichki ishlar bo'limi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbiri davomida noqonuniy qimor o'yinlarini tashkil etish bilan bog'liq jinoiy faoliyatga chek qo'yildi. Aniqlanishicha, tumanning Uxum mahallasida yashovchi 1992-yilda tug'ilgan tadbirkor akasiga tegishli uy-joyda qonunga xilof ravishda tavakkalchilikka asoslangan qimor o'yinlarini tashkil etib kelgan. U sportning qo'l jangi turi bilan shug'ullanishiga qaramasdan sog'lom turmush tarzini targ'ib etish o'rniga aksincha qonunbuzarlik yo'lidan borgan. Ichki ishlar organlari xodimlarining tezkor tadbirida ushbu shaxs 1996, 1992 va 1995-yillarda tug'ilgan o'z qishloqdoshlarini jalb qilib, pul tikish orqali o'yin o'tkazayotgani ma'lum bo'ldi. Mazkur jarayonda 6.808.000 so'm hamda 50 AQSh dollari miqdoridagi pul mablag'lari, shuningdek 4 qadoq o'yin kartalari daliliy ashyo sifatida rasmiylashtirib olindi. Bundan tashqari, o'yin tashkilotchisi tomonidan ishtirokchilardan yig'ib olingan 200.000 so'm cho'tal puli ham hujjatlashtirildi. E'tiborlisi, noqonuniy o'yinda ishtirok etayotganlar orasida sport murabbiyi, o'qituvchi va muqaddam jinoyat sodir etganligi uchun jazolangan shaxslarni ham uchratish mumkin. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hurmatli fuqarolar, agarda siz ham shubhali shaxslar yoki ularning nojo'ya xatti-harakatlari haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, ekranda ko'rsatilgan call center ishonch telefon raqamlariga xabar berishingizni so'rab qolamiz.